O'rtoqlar, keling kuyovlarni kutib olamiz. Marhamat. Halimjon aka keling. Ay hay ulan canılana ulan çık yar yara ulan çık adasına türme gele yalgan çık yar yara yalgan çık. Dalada kayışıp işineydi at buldum yar yara at buldum üyde kelip yığlay diye yat buldum yar yara yat buldum. Hay hay ulan canlarım ulan çık yar yara ulan çık vedasida durma gele yalgan çık yar yara yalgan çık. Keling kuyovlarni ham davraga taklif qildik. Endi bularni o'tkazishdan oldin bir tabriklab qo'ysak. Mana shu sizlarning nomlaringizdan mana O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sherali aka Jo'rayev nomidan, Halimjon akam nomidan, qolgan san'atkorlar nomidan, qolaversa boshqa do'stlarimiz nomidan mana shu kelin-kuyovlarni bugungi bo'layotgan baxt oqshomlari bilan tabriklaymiz. Bularga uzoq umr, sihat, salomatlik, kelgusi yangi hayotlarda kattadan katta muvaffaqiyatlar tilaymiz. Baxtli bo'lishsin. Uvali juvali bo'lib o'zlaridan ko'paysin. Kelib farzandlarini to'yda ham sizlar bilan kelib xizmat qilaylik. Endi kelin-kuyovlarga o'tirishga ruxsat beramiz. O'tiringlar marhamat. Hozir navbatni o'zbek va tojik xalqlarining eski cholg'u asboblari bo'lmish karnay sunnalarga berib, kechamizni davom ettirsak. Marhamat akalar. Navbat karnay sunnalarga. Hurmatli mastlar va chalamaslar, mana kechamizni karnay sunnalar bilan boshlab oldik. Endi bu yerdan davom ettirib ketaveramiz. Albatta, mana shunaqangi qizil to'ylarda, uylanish to'ylarida tabrik so'zlari bilan to'y qizib boradi. Hozir kuyovni do'sti tayyormi, tayyor emasmi bilmayman-ku, lekin shu akamizga so'z beramiz. Qani bir sinab ko'raylik-chi, kuyovni o'rtaga tayyorgarlik ko'rganmi yo'qmi? Albatta qizning dugonasi ham hozir tayyorgarlik ko'rib o'tiribdi. Keyin ularga ham beramiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Uzoq yaqindan kelgan qarindosh urug', yor birodar, hurmatlar. Avvalambor shu xonadonga do'stimiz Ibrohimjonni hurmat qilib, qadam ranjida qilganlar uchun sizlarga kattadan katta rahmat. Shu do'stimizni bugun nikoh kechasida o'tirar ekanmiz. Shu oshnamizga bir guruh ulfatlarimiz nomidan kelajakda kattadan katta baxt, saodat tilaymiz. Sinimiz Odinaxonning yuzidan hamisha tabassum, labidan kulgi arimasin. Do'stimiz Ibrohimjonga eng yaxshi bitta tilaklarimizdan shuki, hamisha ulfatlarimiz ichida ateş malada solib yurishga talabdormiz. Rahmat. Endi o'rtoqlar albatta tabrik so'zlarini jup qilmasak bo'lmaydi. Mana kelinimizning dugonalari Jamilaxon ham o'tiribdilar. Ular ham o'z yurak so'zlarini gapirsalar. Marhamat. Jamilaxon, navbat sizga. Bir tomonda otaxonlar, to'y muborak yor yor. Bir tomonda onaxonlar, to'y muborak yor yor. Bir tomonda yoru do'stlar, to'y muborak yor yor. Bir tomonda
alaykum hurmatli aziz mehmonlar va mezmonlar. Biz ushbu ayyomda akamiz Ibrohimjon va dugonamiz Odinaxonlarning nikoh kechasiga yig'ilgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib bu ikki yoshga uzoq umr, baxt, saodat, kelgusi hayotlarida baxtli bo'lishga tilakdoshmiz. Davraga hut yarashgan qaddi bo'yingiz, azizlar muborak umr to'yingiz, qutlug' ayyomingizda bo'lib biz mehmon, sizni chin yurakdan qutlaymiz shodon. Oydin bo'lsin sizning hayot yo'lingiz, halol mehnat qilsin tolmas qo'lingiz, ahil inoq ailaga bo'lingiz posbon, uyingizdan arimasin sira do'st mehmon. Do'stlar, mehr bilan bo'lingiz doim, sadoqat esa mardi mashhur, qaynona deb atalmasin ona hech mahal. Chin farzandlik kelin uchun o'zi bir iqbol, qahraton qishda ham barq ursin bahor, bog'ingizda ochilsin gul va chechaklar. Sog' bo'ling doimo, bo'lingiz omon, navqiron kuyov va suluv kelinchak. Rahmat singlim. Mana do'stlar, tabrik so'zlarini eshitdik, juda chiroyli gapirishdi. Endi navbatni Shivoz xonandamiz Halimjon aka Jo'rayevga bersak, eng yaxshi ko'ylak qo'shiqlarini aytib, Halimjon akam ham kelin kuyovlarini tabriklab qo'ysalar. Marhamat Halimjon aka, navbat sizga.